Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Ushbu video orqali sizlar bilan attestatsiya va milliy sertifikat imtihonlariga qanday qilib samarali tayyorgarlik ko'rish kerak va imtihonga tayyorlanish paytida mavzularni qanday qilib eslab qolish mumkin va ularni olgan bilimlarimizni test jarayonlarida qanday qilib qo'llash va biror bir mavzuni o'rganishni o'zining tartibi, qonun qoidalari bor. Shu haqida gaplashamiz va undan tashqari testlarga to'g'ri yondashuv, olgan bilimlarni testlarda samarali to'g'ri qo'llash haqida gaplashamiz va bizni yangi kursimizning taqdimotini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Attestatsiya imtihonlarining natijalariga e'tibor beradigan bo'lsak, yildan yilga toifa olayotgan va toifasini yangilayotgan va ustamaga erishayotgan ustozlarimizning foiz ko'rsatkichlari oshib bormoqda. Bundan 3 yil oldingi holatga qaraydigan bo'lsak, deyarli 80-85% ustozlarimiz attestatsiya imtihonini topshira olishmagandi, ya'ni muvaffaqiyatli o'tolmagandi. Lekin mana shu oxirgi bahorgi imtihonda ko'plab ustozlarimiz toifaga ega bo'lishdi. Ba'zi ustozlarimiz esa hattoki 70% lik ustamaning sohibi ham bo'lishdi. Masalan, men o'zimning tayyorlov kursimda 10 ta ustozimiz 86 balldan yuqori to'plab 70% lik ustama sohiblariga aylanishdi. Ya'ni yildan yilga ustozlarimizning natijalari oshib boryapti. Buning asosiy sababi ustozlarimiz oxirgi yillarda o'z ustida ishlayapti. Ya'ni turli xil kurslarga qatnayapti, turli onlayn kurslarda ta'lim olishyapti va o'zini ustida ishlashga alohida vaqt topishyapti va e'tibor berishyapti shu holatga. Lekin ba'zi ustozlarimiz esa aksincha, 1 yildan beri yoki 2 yildan beri tayyorgarlik ko'rayapti, lekin natijalari yaxshi chiqmayapti. Yoki imtihonga kirganda kerakli natijaga erisha olishmayapti. Buning sababi imtihon qiyinlashganmi? Keling shu haqida birozgina gaplashib olaylik. Birinchisi ustozlarimizning bilim darajasi. Ko'pchilik ustozlarimizda asosiy bilimlar mavjud. Ya'ni deylik, biologiyani o'sha 6-sinf darsligidan boshlab 9-sinfgacha bo'lgan mavzularni ko'pchilik ustozlarimiz, ya'ni aksar ustozlar yaxshi bilishadi. Ya'ni o'zining mutaxassisligiga oid bo'lgan nazariy, ya'ni fundamental bilim deylik, o'sha fundamental bilimlarga ega. Unday bo'lsa nega attestatsiya imtihonidan o'ta olmayapti? Bu yerda asosiy sabablardan biri kichik bilim farqlari. Ya'ni deylik, attestatsiyaga o'tgan va o'tmagan ustozlarimizning asosiy bilimidagi farq unchalik katta emas. Ya'ni o'zini ustida qo'shimcha bir 2-3 oy tayyorlangan, qandaydir kursga qatnashgan, kerakli ustozdan tavsiyalarni olgan va shularni qo'llagan holatda sezilarli natijaga erishyapti. Ya'ni shunchaki 2-3 oylik deylik, sifatli ta'lim bu ustozlarimizni imtihondan yaxshi natijaga erishishiga sababchi bo'lyapti. Endi har qanday bilimni o'rganishda bizda bilim taksonomiyasi kerak bo'ladi. Ya'ni Chicago universitetining professori Benjamin Bloom tomonidan 1950-yillarda ommaga demak ochiqlangan bilim taksonomiyasi bor. Bunda aytadiki, Benjamin Bloom aytadi, yetarlicha vaqt va sharoit bo'lganda har qanday inson har qanday bilimni egallashi mumkin. Ya'ni men ham, siz ham yetarlicha vaqt va yetarlicha sharoit va to'g'ri yondashuv bo'lganda har qanday bilimni egallashimiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoda demak sizlar bilan asosiy e'tiborimizni bilim taksonomiyasiga qaratamiz. Ya'ni har qanday bilimni egallashda bizda qanday bosqichlarni bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Va shu bosqichlarni biz to'g'ri ketma-ketlikda bajaradigan bo'lsak, kerakli bilimni olamiz va uni sifatli ravishda qo'llay olamiz. Bilim taksonomiyasida demak o'rganishni fikrlash darajalariga bo'lib beradigan tizim. Ya'ni bu yerda eslab qolishdan to ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi yechimlarni yaratishgacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi va 6 ta bosqich va darajadan iborat bo'ladi har qanday o'rganish bosqichlari. Birinchisi bu bilish, ya'ni kerakli nazariy bilimlarga ega bo'lish hisoblanadi. Misol uchun deylik, siz biologiyaga oid bo'lgan atamalar yoki bo'lmasa turli xil jarayonlar, organizmlarning fiziologik, anatomik jarayonlari, shunga o'xshagan hodisalarni, ilmiy terminlarni va deylik, misol uchun rekomendatsiya olish bosqichlari qanday bosqichlardan iborat bo'ladi va u qanday amalga oshiriladi, kimlar tomonidan amalga oshirilgan, shunga o'xshash bo'lgan nazariy bilimlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy tilda aytadigan bo'lsak, shu 6-sinf darsligidan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan hamma darsliklardagi bilimlarni egallashingiz. Demak, bu yerda siz mavzuni to'liq yoddan bilishingiz, bu sizning birinchi bosqichdagi bilimlarni olganingizni bildiradi. Bu birinchi bosqich deyarli barcha ustozlarimizda bor. Ya'ni ko'pchilik ustozlar nazariy bilimga ega. Endi ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda esa bu o'rgangan ma'lumotlarni tushunish va o'z so'zlari bilan tushuntirib bera olish hisoblanadi.
Misol uchun siz qon aylanish sistemasi, ya'ni insonlarda qon aylanish sistemasi mavzusini o'rgandingiz, o'qidingiz. Birinchi bosqichni, ya'ni siz bilim olish bosqichini yakuniga yetkazdingiz. Ya'ni shu mavzuga oid bo'lgan kerakli bilim va ko'nikmaga egasiz. Ana endi shu mavzuni o'rgangan ma'lumotlaringizni o'zingiz tushunib va o'zingizning tilingizda sodda tarzda boshqalarga bayon qila olishingiz, ya'ni tushuntira olishingiz bu ikkinchi bosqich hisoblanadi. Misol uchun deylik, qon aylanish sistemasining markaziy a'zosi yurak, 4 ta kameradan iborat bo'ladi, 2 ta bo'lma, 2 ta qorincha, devorining tuzilishi 3 ta qavatdan iborat bo'ladi. Ya'ni siz kitobdagi ilmiy ma'lumotlar bilan emas, o'zingizning tushungan ma'lumotlaringiz o'zingiz tilingizda bu bayon qila olish bu mavzuni siz tushunganingizni bildiradi. Misol uchun siz mavzuni o'qidingiz va kimgadir tushuntirib bermoqchisiz. Bu tushuntirish jarayonida qiynalyapsiz. Demakki, bu hali siz mavzuni kerakli darajada hali o'rganmaganligingizni, ya'ni birinchi bosqichda hali ishlashingiz kerakligini bildiradi. Demak, ikkinchi bosqich bu tushunish va tushuntirib berish bosqichi hisoblanadi har bitta bilim darajasida. Uchinchi bosqich esa bu o'rgangan bilimlarni murakkab test va masalalarni yechishda ishlata olish, ya'ni qo'llay olish bosqichi hisoblanadi. Demak, men bironta bilimni o'rgandim va uni tushuntirib beryapman, ya'ni atrofdagi o'quvchilarimga, shogirdlarimga qiynalmasdan o'zimdagi ma'lumotlar asosida, o'zimning sodda tilim asosida tushuntirib beryapman va ular tushunyapti. Endi ikkinchi bosqich mukammal bo'lgandan keyin uchinchi bosqich bo'ladi. Ya'ni siz o'rgangan bilimlaringizni turli xil murakkab test jarayonlarida qo'llashingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi bosqich, ikkinchi va uchinchi bosqich ko'pchilik ustozlarimizda shakllangan. Ya'ni bu yerda attestatsiya topshirayotgan, attestatsiyadan o'tgan aksar ustozlarimizda bu bosqichlar bor. Undan keyingi bosqichlar bu o'sha yuqori natijaga erishayotgan ustozlarimizda bo'ladi. Keling, avval uchinchi bosqichni batamom yaxshilab tushunib olaylik. Demak, bu yerda ko'pchilik ustozlarimiz yo'l qo'yadigan xatosi nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni testni tushunishga emas, yodlashga harakat qilishadi. Ya'ni deylik, bu yilgi bahorgi attestatsiya imtihonidagi tushgan testlarni qidirishadi. Masalan, ko'pchilik ustozlar menga yozadi, ustoz bahorgi attestatsiya imtihonida tushgan testlar bormi? Shuni bo'lsa topib bering, yechib bering, tahlil qilib bering deb. Siz uni yechimini tushunib oldingiz, tahlil yechimini o'rganib oldingiz-da, lekin sizga ertaga imtihonda aynan o'sha test qaytib kelmaydi. Yoki siz variantlarni ishlayapsiz-da, variantdagi testlar sizga imtihonda qaytib kelmaydi. Shunchaki biz variantlarni ishlashimizdan maqsad, turli xil test to'plamlarini ishlashimizdan maqsad, demak, olgan bilimlarimizni qo'llay olyapmizmi, yo'qmi? Shuni tekshirish uchun qo'llaymiz. Siz imtihonga testni yodlab kirishingiz bu sizga hech qanday yechim, bir yo'nalish bermaydi. Siz faqatgina olgan bilimlaringizni 3-bosqichda qo'llay olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu qon aylanish sistemasini o'qib tugatdikmi, o'shani testlarda qo'llay olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda deylik, masalan, siz qon aylanishga oid 50 ta test ishladingiz-da, imtihonga kirganingizda sizga o'sha 50 ta testning ichida bo'lmagan, yana boshqacha yo'nalishdagi test tushdi. Lekin mavzu qon aylanish sistemasi. Demak, siz o'sha imtihonda o'sha bilimni qo'llay olmayapsizmi? Demak, siz 3-bosqichni mukammal yakuniga yetkazmagan hisoblanasiz. Demak, 3-bosqichda biz olgan bilimlarimizni murakkab testlarda qo'llay olishimiz kerak, tushunganimizga binoan qo'llay olishimiz kerak bo'ladi. 4-bosqich nima bo'ladi? Bu tahlil qilish, taqqoslash, farqlarni topish, to'g'ri yechim yo'llarini topish bo'ladi. Ya'ni, mana qon aylanish sistemasiga 50 ta test ishladik deydik. O'shandan 40 tasi to'g'ri, 10 tasiga xato qildik. Endi shu nima uchun xato qildik? Taqqoslashimiz kerak. Demak, ya'ni bu yerda ustozni sizga beradigan yo'nalishi va yechimiga qarab taqqoslaysiz. Masalan, ustoz aytyaptiki, javob bo'ladi. Sababi mana shu. Masalan, shu ma'lumotlarga asoslanib javob bo'ladi deyapti. Men lekin bir javobni olgandim. Men lekin bu ma'lumotlar asosida olgandim. Demak, meni o'ylaganim noto'g'ri ekan. Ya'ni men noto'g'ri tushuncha bilan tushungan ekanman. Demak, bu yerda bunaqa yo'nalishda emas, aksincha bunaqa bo'lar ekan deb siz taqqoslashingiz kerak bo'ladi va farqlarni topishingiz kerak. Ya'ni siz nima xatoga, qanday kamchilikka yo'l qo'ygansiz va aslida olganda to'g'ri yechim qanday bo'lardi va unga nisbatan qanday yondashish kerakligini izlashingiz bu tahlil hisoblanadi. Yana demak, mana tayyorgarlik ko'rayotgan ustozlarimizning eng katta xatolaridan biri bu 4-bosqichga e'tibor bermas, tahlil qilmaslik. Test ishlaydi, tahlil qilmaydi. Masalan, test ishladi, deylik, o'sha 40 ta 50 ta savoldan 40 tasiga to'g'ri javob topdi va 10 tasini qaraydi, demak, A javob bo'lar ekan, C bo'lar ekan, D bo'lar ekan deb shunchaki tahlil qilmasdan yondashadi. Lekin bu yerda siz ko'p tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri ma'lumotlarni
ustoz beradigan ma'lumotlar bilan o'sha ustoz bizga berayotgan ma'lumotlar o'zingiz ma'lumotlarni taqqoslashingiz, kitobdan taqqoslashingiz kerak bo'ladi. Bu taqqoslash bizga nimani beradi? Bizni bu mavzuda qayerdagi xato kamchiliklarimizni aniqlashimizga va qaysi ma'lumotlarga e'tibor bermadik yoki qaysi ma'lumotlarni biz noto'g'ri tushunib olganmiz. Chunki bir mavzuni o'qiganda ba'zi holatlarda ustozlarimiz noto'g'ri tushunib olishadida va bu noto'g'ri tushunchasi bilan testlarga ham noto'g'ri yondashadi. Demak, siz o'sha testdagi yondashuvingizga qarab, demak men noto'g'ri yondashgan ekanman. Aslida bu yerda bunaqa holatda bo'lishi kerak ekan jarayon. Men o'shanda mavzuni noto'g'ri tushungan ekanman deb o'sha xato kamchiliklaringizni bilishingiz uchun bu 4-bosqich kerak bo'ladi. Ayniqsa bu murakkab testlarni ishlayotganda biz o'zimizda maxsus attestatsiya kursimizda har hafta diagnostik testlar olamiz va diagnostik testlarda men har bitta testni tahlil qilib beraman, bittalab. Keyin ustozlarga aytaman, siz bu masalan birinchi testga to'g'ri javob topgan bo'lsangiz ham, noto'g'ri javob topgan bo'lsangiz ham meni tahlilimni ko'rib chiqing va o'zingizni tushunchangiz bilan meni tushunchamni taqqoslang, solishtiring va shunda o'zingizdagi xato kamchiliklarni to'g'rilab olishingiz kerak deyman. Va 4-bosqichdan keyin bizda 5-bosqich bu baholash bosqichi bo'ladi. Tekshirish, taqid qilish va xulosa chiqarish va o'zingizni pozitsiyangizni aniqlash. Ya'ni siz mana 50 ta test ishlab 40 ta to'g'ri, 10 ta xato qildingiz. O'sha tekshirib olganingizdan keyin demak, deylik qon aylanish sistemasida menda mana shu joylarda kamchilik bor ekan. Mana bu ma'lumotni bilmas ekanman. Men klapanlar ishlashini bunaqa deb o'ylardim, lekin aslida bunaqa tartibda ishlar ekan deb o'sha ma'lumotlarni tekshirib, tahlil qilib o'zingizning daftaringizga kerakli ma'lumotlarni ya'ni to'g'rilab yozib qaytadan yozishingiz kerak bo'ladi. Va o'zingizni tanqid qilish. Ya'ni bu yerda negativ nuqtai nazarda emas, ya'ni bu yerda deylik masalan Qurbonali demak qon aylanish mavzusi haqida demak hali xatolaring bor ekan, kamchiliking bor ekanki, demak shu mavzuni yana bir qaytarishimiz kerak, takrorlashimiz kerak. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqich, 4-bosqichni biz yana bir ko'rib chiqaylik deb o'zimga o'zim men tanqidiy tomondan yondashaman va xulosa chiqarib o'zimni pozitsiyamni aniqlayman. Mana pozitsiya deyilganda demak bir mavzuga nisbatan, bir xulosaga nisbatan o'zim qanday holatda turganimni. Demak, men bu mavzuni yaxshi zo'r o'rgandimmi, mukammal holatga keltirdimmi yoki pozitsiya mana shu o'rindami yoki bo'lmasa hali xatolarim, kamchiliklarim bormi yoki o'rganishim kerakmi hali bu mavzuni? Shu pozitsiya nuqtai nazaridan yondashishim kerak bo'ladi. Va 6-bosqich bu kashf qilish, bu endi eng yuqori daraja hisoblanadi. Ya'ni olingan bilimlarni jamlab, yangi bilim va yangi yechim yo'llarini qidirib topish. Bizda bu yerda asosiy o'sha 5 ta bosqichni bajaradigan bo'lsak, Xudo xohlasa attestatsiya imtihonini muvaffaqiyatli topshiramiz. Faqat attestatsiya emas, milliy sertifikat imtihoni ham. Umuman hayotdagi har qanday bilimni olishda mana shu bosqichlar kerak bo'ladi. Ya'ni bu Benjamin Bloom pedagog psixolog hisoblanadi va ko'plab insonlar ustida har xil meta xulosalar, meta tajribalarga asoslangan holatda mana shu o'rganishning 6 ta bosqichini bizga tavsiya qilgan va biz mana shu 6 ta tavsiyaga binoan 6 ta bosqichga binoan o'sha tavsiyaga binoan biror bir bilimni o'rganishda qo'llaydigan bo'lsak, Xudo xohlasa albatta yaxshi natijalarga erishamiz. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'pchilik ustozlarimizda bilish bosqichi, ya'ni biron bir mavzuni nazariy jihatdan bilish va uni tushunish va qo'llay olish shakllangan va e'tibor bermaydigan jihatlarimiz bu 4-chi, 5-chi va 6-bosqichlar hisoblanadi. Ya'ni biz aynan kurslarimizda mana shu holatlarga e'tibor beramiz. Har bitta mavzuni, har bitta testni tahlil qilishimiz kerak bo'ladi va ularga asoslanib o'zimizni pozitsiyamizni aniqlab o'zimizga baho berishimiz kerak bo'ladi va kashf etishga biz uncha e'tibor qaratmaymiz. Ya'ni biz bu yerda yangi biron bir ixtiro yaratmaymiz. Ya'ni biz bu yerda ixtiro deyilganda biron bir kashfiyot qilish yoki siz birorta yangi yechim yo'lini topishingiz ham bu kashfiyot hisoblanadi. Buni keyinchalik shakllanadi sizda. Ya'ni birdaniga masalan DNKga oid bitta masalan bir yechim yo'lini o'rgandingizda, keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin balkim siz bundan oson sodda yechim yo'lini qidirib topgan bo'lishingiz mumkin yoki topishingiz mumkin. Bu 6-bosqich hisoblanadi. Demak, asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan jihat bu tahlil va baholash bo'ladi. Ya'ni o'zingizni tahlil qilishingiz va baholashingiz bo'ladi. Endi kuzgi attestatsiya kurslarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kuzgi attestatsiya kursimiz haftada 3 kun 2 soatdan darslar olib boriladi. Ya'ni kursimiz 6 oyga mo'ljallangan, ya'ni may oyidan boshlanib o'sha oktyabr oyigacha 6 oy sizlar bilan tayyorgarlik ko'ramiz. Bu yerda haftada 3 kun 2 soatdan darslar yopiq Telegram guruhlarda olib boriladi. Oxirgi 2 oyda esa darslarni intensiv formatga o'tkazamiz. Ya'ni darslar haftada 6 kun 2 soatdan bo'ladi.
Ya'ni chunki bizda biologiyani umuman mavzulari, yo'nalishlari juda ham ko'p. O'shani to'liq o'rganib chiqish uchun o'zi 6 oy muddat deyarli kamlik qiladi. Shuning uchun oxirgi 2 oyda biz yana ham ko'proq shug'ullanishga e'tibor beramiz. Ya'ni darslarni har kunlik rejimga o'tkazamiz va maxsus Telegramdagi yopiq guruhda olib boramiz. Guruhlarda qatnashuvchilar 15-20 kishi bo'ladi. Nega biz guruhlarda qatnashuvchi soni kam qildik? Bundan oldingi kurslarimizda guruhlarda qatnashuvchilar soni 50-40 kishi bo'lardi. Keyin 30 kishiga tushirdik va hozir 15-20 kishi bilan alohida tartibda individual ishlamoqchimiz. Sababi chunki guruhning har bir a'zosi bilan biz alohida ishlashimiz kerak, o'rganayotgan bilimini tahlil qilib borishimiz kerak va kerakli joyda xulosa berishimiz kerak, savol-javob qilishimiz kerak. Ya'ni mavzuni qanday o'rganyapti, tushunayotganligini baholab borishimiz uchun bizda 2 soat vaqt kamlik qiladi 40 kishiga nisbatan. Shuning uchun guruhlarimizdagi qatnashuvchilar sonini 15-20 kishi qilib belgiladik. Sababi o'sha dars sifatini yana ham samarali qilish uchun. Va bizda darslarimiz 3 xil vaqtda olib boriladi. Ertalabki soat 5 dan 7 gacha, kechki 19:00 dan 21:00 yoki 21:00 dan 23:00 gacha. Ya'ni bu yerda o'zingizga mos bo'lgan qulay guruhga yozilishingiz mumkin bo'ladi. O'quv adabiyyotlari, ya'ni biz qaysi kitoblardan foydalanamiz? Premium biologiya kitoblari bor, ya'ni mening muallifligim asosida yozilgan. Bu kitoblar 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Biologiyaning barcha ma'lumotlarini, ya'ni siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qamrab olgan shu 4 ta qism kitobdan foydalanamiz va undan tashqari maxsus premium attestatsiya kitobimiz bor. Ya'ni bu yerda attestatsiya imtihonidagidek demo testlar, ya'ni diagnostik testlardan iborat bo'ladi va mana shu diagnostik testlarni ishlash orqali biz xuddi o'zimizni attestatsiya imtihonini topshirayotgandek his qilamiz va bu orqali o'sha real vaqtda nechta ishlayapmiz, qanday xatolarga yo'l qo'yapmiz, kamchiliklarga yo'l qo'yapmiz, buni har yakshanba kunlari diagnostik testlar ishlash orqali baholab boramiz. Va bizda Kelajak mediklari platformasi bor, onlayn darslarimiz, ya'ni video darsliklar, test tahlillari mana shu yerda bo'ladi. Ya'ni bizda premium biologiya kitoblari 2 ta qismdan iborat, amaliy va nazariy kitobdan. Birinchi navbatda nazariy kitobdan biz to'liq mavzuni o'qib o'rganamiz. Mavzuni o'qib o'rganishdan avval video darsliklar bor. Ya'ni Kelajak mediklari platformasiga kirib, misol uchun deylik, shu yuqoridan beri qonun sistemasi mavzusida misol keltiryapman. Qonun sistemasiga oid bo'lgan 8 ta video darslik bor. O'sha videolarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Butun qonun sistemasining hamma mavzularini qamrab olgan o'sha 8 ta video darslikni ko'rib chiqdik. Undan keyin o'sha kitobning nazariy qismidan mavzuga oid bo'lgan kerakli bilimlarni olamiz. Ya'ni kitobdan o'qib, o'sha mavzuni haqida bilimga ega bo'lamiz. Bu yerda bizning kitoblarimizda boshqa kitoblardan farqli jihati mavzular ixchamlashtirilgan, sodda formatda berilgan, ya'ni bir o'qiganingizda deyarli eslab qolishingizga xizmat qiladi va turli xil rasmlarga boy. Chunki biologiyada vizual ko'rib o'rganish juda ham muhim va grafiklar bilan yana ham mavzu soddalashtirilgan. Demak, nazariy kitobdan o'qiganimizdan keyin amaliy kitob bor bizda. Amaliy kitobdan o'sha mavzuga oid bo'lgan testlar ishlaymiz. Ya'ni olgan bilimimizni qo'llaymiz, test ishlaymiz. Test ishlaganimizdan keyin o'sha platformada testni tekshirib chiqamiz va xato kamchiliklarimizni tekshirib olganimizdan keyin uni tahlil qilamiz. Ya'ni tahlil deyilganda maxsus video darsliklar bor. Ya'ni sizga qonun sistemasiga oid bo'lgan 80 ta test berilsa, 80 ta testni hammasi video yechim qilib berilgan. Ya'ni siz ko'rasiz, 10-savolga men A javob olgandim, lekin S javob ekan. Videoda S javob. Ustoz videoda aytayaptiki, S javobni mana shu ma'lumotlar bilan men asoslab beraman. Masalan uchun men 10-testda S javob to'g'ri dedim va fikrimni izohlab beraman. Nima uchun S javob to'g'ri ekanligini. Va ana endi siz o'sha yerda tahlil orqali o'zingizning xatoingizni bilasiz. Siz nega A javob olgansiz? Demak, biron bir bilimga asoslanib albatta. Lekin S javob ekan va bu yerda nima uchun men S javob deyapman? Va o'shani tahlil qilib, va shu yerda o'zingizga baho berasiz. Demak, darslarimiz Kelajak mediklari ilovasida, ya'ni platformasida bo'lib o'tadi. Ya'ni onlayn ko'rinishdagisi. Va asosiy e'tiborimiz nimaga qaratamiz? Har yakshanba kunlari maxsus diagnostik testlar bo'ladi. Ya'ni turk tilidan tarjima qilingan, ingliz tilidan va boshqa Ozarbayjon rus tilidan tarjima qilingan bizda testlar to'plami mavjud. O'sha testlarni biz haftani chorshanba kuni sizga beraman. Ya'ni chorshanba kun sizda bemalol kun bo'ladi, ya'ni metodik kun. O'sha kuni kun davomida maxsus diagnostik testlarni ishlaysiz. Va uni ishlab hafta davomida o'zingiz tahlil qilasiz, o'zingiz xato kamchiliklarni aniqlashga harakat qilasiz va yakshanba kuni soat 19:00 da holatiga qarab ba'zan 20:00 da
20:00 da darslarimiz bo'ladi. Ya'ni mana shu diagnostik testlarni men hammasini birma-bir tahlil qilib beraman. Masalan, birinchi savol ajob bo'ladi, chunki mana shu ma'lumotlarga asoslanib ajob deyapman. B javob xato, sabab mana shu ma'lumot uchun. C xato, D xato deb har bir tahlil qilib beraman. Va yakshanba kunlar undan tashqari qo'shimcha ravishda bizda murakkab mavzular bor. Ya'ni maktab darsliklarimiz to'liq yoritilmagan, lekin attestatsiya imtihonida hozirgi kunda tushib turgan aktual bo'lgan mavzular bor. Shularni men o'zim sizlarga jonli formatda, vebinar formatida o'tib tushuntirib beraman. Va biz bu orqali bu testlar orqali fikrlashni, tanqidiy fikrlashni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Murakkab diagnostik testlarga qanday yondashish kerak, ularni qanday tahlil qilish kerak, ertaga imtihonda bunaqa turdagi savollar tushganda ularga qanday yondashamiz. Ularni qismlarga bo'lib chiqib, o'sha qismlar asosida har bir qismni tahlil qilib va to'g'ri javobni qanday topishni o'rgatib boramiz. Demak, bu kursimizni narxi 5-may sanasigacha ro'yxatdan o'tganlar uchun biz 200 ming so'm qilib belgiladik. Aslida kursimizning narxi 300 ming so'mni tashkil qiladi. Ya'ni bu yerda jamoada bitta men ishlamayman. Ya'ni jamoada hozir ayni paytda biz 8 ta ustoz birgalikda biz ushbu kursni tashkillashtirganmiz. Mendan tashqari jamoada sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri savol javob qiluvchi kuratorlar bor. Sizlarning testlaringizni, sizlarning bilimingizni baholab boradigan va sizlarga qo'shimcha yo'nalish va tavsiyalar beradigan qo'shimcha mendan tashqari ustozlarimiz bor. Shu ustozlar bilan birgalikda kursimizning narxi asli 300 ming so'm. Ayni paytda kursimizga o'zi birinchi qabul jarayoni aprel oyining 20-sanasida boshlangan va aprel oyida kursimizga 268 kishi to'liq ro'yxatdan o'tib, hozirgacha darslarimizda qatnashib kelmoqda. Biz hozir ikkinchi qabulni boshladik va biz ikkinchi qabulda ustozlarimizga yana qo'shimcha maxsus chegirma berishni niyat qildik. Demak, bu yerda 300 ming so'm emas, siz 200 ming so'm bilan qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, biz 300 ming so'm bilan 200 ta o'qituvchini o'qitsak ham bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizga ko'zlangan, ya'ni moliyaviy maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Lekin biz bu yerda 300 mingdan emas, yengillik qilaylik ustozlarga 200 ming so'mdan qilyapmiz kurs narxini. Faqat bu kursimizni omma ustozlarga keng tarqalishi uchun sizlar yordam berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu chegirmani qo'lga kiritishingiz uchun ushbu postni, videoni boshqa hamkasb ustozlaringizga demak ulashing. Ular ham bu ma'lumotlardan bahra olishsin va o'zlari uchun agar foyda olsa, albatta buni orqasidan keladigan savobga biz qatori siz ham teng sherik bo'ling. Va u ustoz ham agar bilimli bo'lib, toifasini yangilaydigan yoki toifasini ko'taradigan, ustamaga ega bo'ladigan bo'lsa, albatta bu siz uchun ham va o'sha ustoz uchun ham foydali bo'ladi. Demak, kursga qo'shilish uchun bizda maxsus administratorimizning profillari bor, ya'ni admin profili bu qabul _24. Mana shu profilga murojaat qilasiz, qabul 24 profiliga va kursimizga 5-may sanasigacha ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, mana shu chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Va bu 200 ming so'mlik chegirma sizga 6 oyga ta'sir qiladi. Ya'ni 6 oy 300 ming so'mdan to'lab o'qigandan ko'ra 6 oy davomida 200 ming so'mdan to'lab o'qigan afzal. Buning uchun demak, ushbu kursimiz haqidagi va ushbu videoni hamkasblaringizga, ya'ni Telegram guruhlariga, yopiq guruhlarga ulashing. Turli xil biologiya kanallarga yoki guruhlarga ulashadigan bo'lsangiz va to'lov qilib, to'lov ma'lumotlaringizni adminga yuboring. Sizlar bilan tayyorgarlikni boshlaymiz. Ayni paytda bizda 12 ta guruh shakllangan va dars jarayonlari bo'layapti. Va sizlar ham ushbu kursimizga qo'shilib, biz bilan birga natija qilishingizni men tilab qolardim. Biz o'tgan mana shu bahorgi imtihonda 10 ta ustozimiz ustamaga ega bo'lishdi va 80 dan ortiq ustozlarimiz o'sha toifasini yangilab oldi. Biz yana ham kursni o'sha intensivlashtirmoqchimiz. Bu yerda guruhlarni kichiklashtirib, ko'proq savol-javobga va ko'proq testlarni tahlil qilishga e'tiborimizni qaratyapmiz. Demak, kursga yozilish haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarni ushbu videoni nimasida, ya'ni описание qismi deymiz, o'sha qismida yozib qoldiraman. Va qo'shimcha ma'lumot olish uchun administratorimizga murojaat qiling. Dars tizimi haqida ham biz alohida video darslik tayyorlaganmiz. Ushbu video orqali to'liq dars tizimi qanday tashkillashtirilganligini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kurslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.